Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilar. Kanalimga xush kelibsizlar. Xayrli kun hammaga. Kun xayrli, barakatli, esda qolarli, chiroyli o'tishini hammalarga tilayman. Yana sabzi o'tash. Sabzilar. Manga bo'ti. Bularni ajratib, Adamchilari. tozalab, o'tdan olib tashish kerak. O'tlarni olib tashish kerak. Naryoqlarni polniy o'ta bo'ldim. Kecha yalada pomidorlar bor. Polniy pomidor. Baqlajonlar ham katta bo'lib qolgan. Baqlajonlar ham katta bo'lib qolgan. Mana qatorda bolgarskiy bor. Uni qatorida yana bolgarskiy. O, naryoqda baqlajon bor. Baqlajon pastgacha bir qator yetadi bizga. O, naryoqlarda pomidorlar bor. Polniy shu yerda pomidor bor. Bu taraf hammasi kartoshka. Bu yoq sabzi. O, naryoqda qalampir bor. O, ketmonni naryog'ida qalampir bor. Uni naryog'ida sariq qizil sabzi, bu yerda sariq sabzi. Sariq sabzini endi o'tini tozalash kerak. Kecha o'ti rosa ham mayda edi. Bugun bir kunning o'zida yomg'ir bo'lganiga bir pasda katta bo'lib ketibdi. Kecha nam havo, bugungi yomg'irli havo shu bilan katta bo'lib ketibdi. Bir xil sabzilar shunaqa kichkina, shuni ichidan ajratib tozalayotdim. Hozir anita oshko'ki. Oshko'ki ukrop, yana nima? Oshko'ki ukropni ekaman. Oshko'ki ukrop. O, nariyoqqa bodring ekishim kerak. Bodringni ham ekaman, xudo xolasa. Necha kundan beri ko'katlarni ekaman deyman, esimdan chiqib ketaveradi. Barglar ham, uzum barglari ham katta bo'lib ketdi. Shularni hammasini terib baklashkaga solishim kerak. Xudo xolasa uni ham solamiz. Baklashkaga solishdan oldin men ana qilmoqchiman. Kavatak to'yib yeb olmoqchi biza, keyin bemalol baklashkaga solaveramiz. Bilasizlarmi, erta bahorda shunaqa barglar yumshoq bo'lganda kavatagi o'rni boshqacha, baribir hammasini sezoni bo'ladi. Masalan, erta bahor hali ko'klar chiqmasdan ko'k somsa yegisi keladi. Erta bahor hali ko'klar chiqmasdan akroshkalar bilan osh yegisi keladi. Keyin borib pomidor yegisi keladi. U paytda pomidor qimmat bo'ladi, shunda ham yegisi keladi. Keyin o'tib kavatay yegisi keladi. Hammada shunaqa deb o'ylayman. Erta bahorlab. Qishda xonim, manti yegisi keladi odam, somsa. Qishda baribir sovuq, baquvvat ovqat yeyish kerak deb o'ylayman o'zim. Munchacha bo'lib turadi mana shu sho'ra o'tlari. Rosa katta bo'lib ketibdi.
Oldin kichkina paytimiz shu sho'rani yangi chiqqanlarini jag'jag, keyin qoqib o'tdi barglarini terib, o'zim onam, opam somsa qilib berardi. Bedani yangi chiqqanlari bor. Bedani yangi chiqqanlar. O'shalardan ham nima qilib berardi? Somsa qilib berardi. Hammasini bir qilib, bitta qilib to'g'rab, ot quloqlardan solib, somsa qilib berardi. Biz yerdik o'shani. Lekin baribir yosh payt, kichkina bola payt baribir kartoshka somsani yaxshi ko'radi deb o'ylayman hamma bolalar. Ko'k somsaga sal yoshingiz ulg'aygandan keyin yegingiz keladi deb o'ylayman. Ana pokoknya. Apa? Tur, o'tirmaydi. Tur. Shunaqa deb o'ylayman. Yomg'ir to'xtadi bizada. Yomg'ir to'xtadi. Boshqa joylarda qattiq shamol bo'ldi deb eshitdim, ko'rdim ham YouTube'da. Shamol bo'ldi. Bizada ham shamol bo'ldi. Kecha unaqa qattiq bo'lgan yo'q. Bo'ladi. Ko'p ham shamol bo'lgan yo'q. Buni pastgacha tozalashim kerak. Pastgacha gilam bo'lib yotgan anaqa bor-ku. Gilam bo'lib yotgan o't. O'shani pastgacha tozalashim kerak. Buni pastgacha tozalasam video sig'maydi. O'shaning uchun pomidorlarimni ko'rsatay demoqchi edim sizlarga. Rosa ham chiroyli bo'lib qopti. Keyin videoni o'chirib bemalol o'taveraman. Mana kartoshkalar, salat barigi. O'g'lim maydalab tashlab shu salat barigini. Mana pomidorlarimiz mana. Kartoshkani barigiga o'xshaydi. Anaqa pomidor. Polniy shut. Nima? Pomidor. Kartoshkani barigiga o'xshaydi. Bilmayman qanaqa pomidor bo'ladi, lekin buni ekkanimizda kichkinacha edi. Hozir katta bo'lib, chiroyli bo'lib ketdi. Naryoqlarda ham bor. Yo'q. Mana qo'lim turgan joy bor. O'shda ham polniy pomidor bor. Olmalarimiz ham bu yil rosa gulladi, soldi ham, rosa ham. 5 yulduz olma bo'lsa kerak, o'zi o'xshab ham turibdi. Shu turishida hali umuman solmagandi. Mana pomidorlarimiz. Nima? Kartoshkani chopish kerak. Buni o'tash shart emas. Chopsa ham bo'ladi. Shu orada sizlar bilan gaplashib, shu barglarni yulaymi dedim. Barglar zo'r bo'lib ketibdi. Katta. O't olib, yana sabzlarni o'tiyman. Yomg'irli havoda o'zi anaqa ham nima deydi? O'tlar ham yumshab qoldi. O'tini tozalash ham oson bo'lib qoldi. Xohlasa tozalaymiz. Rosa ham chiroyli bo'lib ketibdi. Barglarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Wait. Yaqinlashib ketdim uyga. Qo'limdan sirpanib ketdi. Buni olgan sari olgis keladi. O'ziga keltirib qo'ydim. Bakalishkaga
solish kerak. Balkim ovqat qilarman, bilmadim, hozir gazimiz yo'qligiga o'choqda bo'ladi-yu, qozon katta-da. Balkim urinib ko'rarman. O'choqda bo'lsa ham bo'ladi, lekin qozon kichkinaroq bo'lsa yaxshi o'rnashadi-da. Anaqa kavatak. Baringlar, qaranglar. Bir chiroyli. Bahri dilingiz ochiladi. Ochilgan sari ochiladi. Yana ekran katta bo'lib ketdi menimcha. Yomg'ir tushayotganiga ekran katta bo'lib ketyapti. Ko'zingiz quvnaydi bu barglarni ko'rib. Endi Uzumzorga bormayman. Har doim Uzumzorga borardim. Uzumzorda baribir ilonlar bo'ladi. Keyin egalari ham yomon ko'radi. O'shaning uchun o'zimiz огородdan chiqqan yopmoqchiman. Oldin qo'shnilarga berardim. Terib olinglar. Uzumzordan dumaloqlarni terib kelib nima qilamandirdim. Yopamandirdim. Endi yo'q. O'zim chiqqanda yopib tashlayman baklashkaga. Bo'lmasa bo'lmaydi. Birovga yomon ko'ringancha o'zingizdan chiqqani yaxshiroqda. Har holda o'g'irlik qilgandan ko'ra. So'rasangiz bermaydi. Uzumzorda baribir bermaydi. Bargingiz qotib ketsa ham bermaydi. Shuning uchun o'zim uyimdan olganim yaxshi deb o'ylayman. Ozgina bor. Yana 1-2 kundan keyin yana ko'payadi. Yana olib, yana anaqa qilib qo'yaman. Baklashkaga solib qo'yaman. Buni baklashkaga sola qolaman. Baribir keyinroq qilamanmi? Bilmadim. Baribir gazda zo'r chiqadi-da, bir tekisda pishib, pasaytirib ham qo'yasiz. Ko'ramiz. Endi narigi qatorga o'tamiz. Bu suv sal quritib qo'yaman-da, keyin baklashkaga solaman. Bo'lmasa mog'orlab ketadi. Sabrim yetmadi, qurishini kutmasdan terib tashlashim keldi. Shuning uchun terib tashlashim keldi. Sizlarga ozgina bo'lsa-da video olib ko'rsatgim keldi. Chunki bunaqa yashillik, огородlarni yaxshi ko'radigan, domda yashaydigan opa-singillarimiz bor-ku. O'shalarga qandaydir shu yerda yurganday bo'lsin deb video qildim-da. Sizlar bilan baham ko'rdim. Barglarni terganday bo'lsin, sabzilarni, o'tlarni tozalaganday bo'lsin deb video qildim-da.
shunaqa qilib yana xayrlashamiz. Ana yerda yana ishim bor edi. Bunaqani oshko'klarni nimasini tozalagan joylarini to'g'irlab ariq olaman. O'shandan keyin sizlarga video qilaman. Ko'rasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.